Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu soatlik darsimiz biz Premier'da tayyorlash ilib berayotganda Premier'ni qo'sh ekranga tangshashning qanday usullari bor? Qaysi eng o'lchamlik? Shu to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Yana qo'sh ekranga tangshiganda, ya'ni ko'rish ramkasini bir ekran, tayyorlash rayonini bir ekran qilib tangshaymiz. Premier CC 2015'te qo'sh ekranga tangshashni ko'rsatib o'tmay, yana bu ko'znakni biz ekran chetib olganda yana bir ko'znakka chiqarish usuli. Buni tartib chiqarib qo'yishgan bo'ldi. Bundaq qilsak bu ekran odatda to'liq bo'lmaydi-ku, ham mukammal emas. Bu bak qulaysiz usul. Masalan, bundaq tartib qo'yamiz, bu yerni tartib bundaq akab qo'ysak yana yaxshi chiqmaydi. Buning yana bir xil usuli bor. Men hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu xil usul yaxshi usul emas. Men tavsiya qilmayman. Bu usul yaxshi usul emas. Men buni hozir asl holatiga akillatay. Asl holatiga keldi. Bu tayyorlash BNG'ning ichidan shan boshdan shakning ichidan xuyfani chekkandan keyin xuyfani ichidan tanlash chiqdi. Bu yerda Adobe DV bilan Adobe Shenshi ikkisini tanlab qo'yamiz. Cho'ding buni qo'sh ekranga chiqqan bo'ldi. Tamam. Bu soatlik darsimiz tamam. Xayr xo'sh.